Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlaymış. Leksiyada Sadakacı Roza, Washington'da sözdeyimiz. Başkişinden birisiyle görüşen mi doğ keçirenler vatandaşlar. Bugünkü islağa 2024 yılı 9. ayının 16. gün haftığı düşenbe vatandaş. Bu yekşembe günü saat 10'la atrapıda yetip kelgen haber ve bugün yetip kelgen haber. Muşulanı koşkan da hesaptı biz arlıqtı silege. Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Joe Biden Tibet meselesini hal qilishni ilgari surish qonun loyihasiga imzo qo'yib resmiy qonunga aylantirgan ekan. Jungoning vaziyatida zo'r o'zgarish yuz berdi. Jungo o'ziga yarashmaydigan va yoki yarashadigan shundoq bir vaziyatga kirib keldi degan edi vatandoshim. Endi shu vaziyatning davomi va bugungi ifodasi deb qarasak, bugün sizlar yetkazadigan bu xabarlarimizda Tibet meselesi, Şinjan meselesi, yani mustamlika Uyg'uriston mustamlika Tibet meselesiga aloqador. Hozir Jungoning ichki qismida nima ishlar bo'layotdi degan mushu savol va mushu masalaga qarata qanot yaydirilgan bir jarayonlarni sizlarga so'zlaymiz ham buni tahlil qilamiz vatandosh. Birinchi qatim men bu xabarni Amerika ovozining Xitoy til programmasida uchratdim. Yakshanba soat 10 atrofida deganda darhol harakat qilib buni tarjima qilib vatandoshlarga yetkazaman deb turgan vaqtning o'zida ishim chiqib qoldi. Kechiringlar vatandoshlar. Bugün endi Jungoga nazar torbetida shu xabarga aloqador yana boshqa xabarlar qo'shilib, balkim mukammal va atrofli bir xabar yetib keldi deymiz. Buni endi nima deymiz? Boshda aytgandek, Prezident Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Joe Biden Tibet meselesini ilgari surish, hal qilishni ilgari surish qonuniga imzo qo'ydi, rasmiy qonunga aylandi. İş başlandı degan edik. Bugun yani shu ish başlandı degan so'zni takrorlaymiz. Sizlar bilan birlikda tahlil qilamiz apandilar. Vatandoshlar, birinchi bo'lib biz mundaq alaylik gapni. Jungo Kompartiyasi Tibetda Tibet Xalqaro Tashviqot Markazi qurdi. Biz arliqda tunugunlardan so'zlagan leksiyalarimizda bir Tibet Xalq Tashviqoti Xalqaro Markazi qurildi degan edik. Uning qayerda ekanligini sizlarga aytmagan edik, chunki xabarda yo'q edi bo'lsam. Tunugunlardan kelgan xabarda Amerika ovozi bergan xabarda endi bu masalan Tibetni targ'ib qilish, tashviqot qilish xalqaro markazi. Bu Tibetli lihosada qurilibdi vatandosh. Diqqatda vatandosh. Endi xabar ana shundoq. Jungo Kompartiyasi Tibetda Tibet Xalqaro Tashviqot Markazi qurdi. Tahlil chiroyli so'zlangan hikoyalar rahmisiz reallikni yoshirib ketilmaydi. Mavzuli xabar 9 ayning 15 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Taybi Jungo Kompartiyasi yaqinda Tibetda Xalqaro targ'ibot markazi qurdi. Hamda Gansu o'lkasida Budda diniy merosxo'rligi muhokama yig'ini chaqirdi. Chet eldagi tibetliklar mundaq ko'rsatdi. Bu targ'ibot markazining qurilishi Jungo Kompartiyasining Tibet to'g'risidagi burunqi targ'ibotlarning amaldan qoldirilganligini aks ettiribdi. Chunki targ'ibot pokitni asos qilishi, hargiz qurashtirilmasligi lozim. Ular mundaq ko'rsatdi. 15. Dalay Lamani 14. Dalay Lama belgilaydi. Jungo Kompartiyasining tishi patmaydi. Jungo matbuoti xalq torbeti Tibet Rebo'ning xabaridan naql keltirib,
Mana müşahede to'xtalgan edi. Endi siz bu xabarning to'xtab qolgan joyida sizmi to'xtab qoling, men mi to'xtab qolay? Mundaq bir cümle ta'liq qilib baqaylik, qaranglar, ha? Jungo Kompartiyasining Tibet to'g'risidagi burunqi targ'ibotlarning amaldan qoldirilganligini aks ettirib berdi. Burunqi targ'ibotlar amaldan qoldirildi. Jungo Kompartiyasining Tibet to'g'risidagi burunqi targ'ibot tashviqoti Tibetdagi yuqori qatlam quldarlarning qo'lidan Tibet xalqini ozod qildik. Tibet qullarni qutqazdik. Qullarni quldarlarning zulmidan qutqazdik. Tibetni ozod qildik. Savol vatandosh, Tibetni kimning qo'lidan ozod qilding? Tibetni kimning hukmronligi va zulmidan ozod qilding? Sen kim? Tibet xalqining yuqori qatlam diniy arboblari, diniy qatlami va yuqori qatlam siyosat qatlami bu Tibet xalqining qatlami. Bu yerda zulm bo'lamdi, erkinlik bo'lamdi, bu Tibet xalqining o'zining ixtiyoridagi ish. Zulm bo'lsa, zulmni og'dirib tashlaydi. Erkinlik bo'lsa, erkinlikni Tibet xalqi himoya qildi. Bu Tibet davlat sifatida, bir rayon, bir o'lka sifatida, bir millat sifatida bu Tibet xalqining o'zining ishi. Sen bir Jungo Kompartiyasi Xitoy armiyasini boshlab kelib, Tibetga hujum qilib, tajovuz qilib va Tibetni mustamlikaga aylantirib, Tibetni biz quldarlarning qo'lidan ozod qildik deganlik bu nima? Qanday mantaqa bu? Mutahamning mantaqasi, zo'ravonning mantaqasi, qaroqchining mantaqasi, yo'lsiz, qonunsiz tajovuzchining mantaqasidir. Endi bugun deyilyotidi, bu targ'ibot, bu tashviqot inkor qilindi, qoldirildi. Tashviqot, targ'ibotni boshqadan boshlaymiz. Qanday tashviqotni boshlaysiz Jungo Kompartiyasi? Endi siz boshlaydigan targ'ibot, tashviqot, Dalay Lama bu oliylari hozir Tibetga qaytdi. Murosim o'tkazish, ya'ni seremoni, inglizcha deydi ekan-ku, seremoni davri yetib keldi. Siz shuning uchun avval tashviqot, targ'ibot markazi uyushtirishingiz kerak. Balki bu tashviqot, targ'ibot markazini chet ellarga qartishingiz kerak va chet elning muxbirlari, tashviqot organlari va boshqa ijtimoiy taratqulot sahnasi taklif qilishingiz kerak. Chunki bu xalqaro masala. Tibetning masalasi o'z oldingizga siz bir taraf qiladigan masala bo'lishdan olqib ketdi. Olqib chiqib ketdi bu xalqaro masala. 63 yildan bir, 65 yildan bir da'vo qilgan Dalay Lama oxiri 7-oyning 12-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Bidenning Tibet masalasini hal qilishni ilgari surish qonuniga imzo qo'yish bilan oxirlashdi. Endiki ish siz tarafda qoldi. Seremoni o'tkazish, ya'ni murosim o'tkazish siz tarafda qoldi. Albatta xalqaro jamiyat aralashadi. Mushundaq ahvolda siz Tibet targ'ibot, tashviqot xalqaro markazi qurdingiz. Buni siz qanday tushuntirishingizni qat'iy nazar biz mushundaq tahlil qildik bo'lamdi-ya Jungo Kompartiyasi. Endi biz buni qo'yib turaylik. Bu Amerika ovozi berilgan xabar vatandosh. Endi siz ma xabarga diqqat qilasiz endi. Bu xabarning mavzusi mundaq. Jungo Kompartiyasi siyosiy qonun komiteti sekretari Sichuan Tibetga berib muqimlikni ta'kidladi. Chet el matbuotlari Shinjongning hikoyasini so'zlashga taklif qilindi. Mavzuli xabar 9-oyning 16-kuni Jungoga nazar torbiyatida e'lon qilindi. Alohida e'lon qilindi. Xabar bundaq boshlandi. Jungo Kompartiyasi sekretari Jungo Kompartiyasi siyosiy qonun sekretari Chin Minching 10-oyning 13-kuni Tibet, Sichuan qatorliq joylarga berib, muqimlik xizmatini ta'kidladi. Lhasa, Chengdu qatorliq shaharlarda Chin Minching siyosiy qonun komiteti qatorliq organlarga berib, jamiyatning muqimligi ahvolini egalladi. Doklad angladi. Sichuan Ganziga kelganda bo'lgunchilikka qarshi turish xizmat yig'ini ochdi. Tibetda, Sichuanda, Yunnanda, Gansu, Qinghayda Sichuan
өлкелерде Tibetle oblast ve Tibetle nahiyeleri de cemiyet muqimligi to'g'risida o'rinlashtirish ilib bordi. Nima deymiz vatandosh? Ala şehrini deymiz, yani devamlı şu sözümüz degandek deymiz. Ben sizlar bilan bir tahlil qilaylik. O'rinlashtirish ilib bordi. O'xshashli bir vaqt chet el matbuotlari, ba'zi matbuot va ba'zi chet el muxbirlarining youtuberlarning mustamlika Uyg'uristonga, Şinjanga kirishiga chaqirilganligini, Jungulukla ko'rsatganini ko'rishga, Jungulukla anglatganini anglashga, Jungulukla so'zla deganini so'zlashga taklif qilindi chet el muxbirlari. Shunda bo'lib tursin deyli. Jungo meselesini kuzatuvchilar mundaq tahlil qildi va mundaq hisobladi. Jungo Kompartiyasi burundan-burun G'arbni yetishni o'ttirib qo'yib, G'arbda yashayotganlarning noroziligini keltirib chiqargan edi. Chuan, ya'ni Sichuan, Jin, ya'ni bir shaharning ismi ekan, Tibet qatorli G'arb rayonlardagilar Jungo Kompartiyasining zo'ravonlik bilan hukmronlik qilishidan norozi bo'ldi. Chin Minchang mushu to'g'rida bir nima deyalamda. Chin Minchang xizmat tekshirib tadqiq qilganda 3-chi umumiy yig'inning ro'yini Xi Jinping iddiasi bayrog'ini yuqori ko'tarib, samimiylikni, bexatarlikni, bo'lgunchilikka qarshi turishni ta'kidladi. Nima deb tursin deyli? Her qaysi joylarning yanada bir Tibetni boshqarish siyosatini izchillashtirishni talab qildi. Muqimlik xizmatini birinchi o'ringa qo'yishni talab qildi. Bugun Chin Minchang siyosiy qonun komitetining sekretari mamlakatlik Chin Minchang Tibetga gaz Sichuanlarga berib, muqimlikni birinchi o'ringa qo'yish. Bu nima uchun kerak? Hozirgi muqimlik Xi Jinping hokimiyati uchun kerakmi? Belki shundaqdir. Chunki hozirgi muqimlik Chin Minchang ta'kidlayotgan muqimlik Tibetning gazining va shu rayonlarda yashayotgan Tibetlarning muqimligi. Chunki men boshda aytdim, Sarmoni murosim Dalay Lama Tibetga qaytdi. Bu murosim paytida muqimlik kerak. Jungo Kompartiyasiga muqimlik kerak. Tibetlarga muqimlik kerak. Ve Tibetga tutash atrofidagi yana boshqa millatlar Uyg'uriston va Uyg'urlarning talab arzulariga ham muqimlik kerak. Atrof muqim bo'lishi lozim. Bugun sekretar siyosiy qonun komitetining sekretari Chin Minchang ta'kidlayotgan muqimlik dal mana shu muqimlik. Men shundoq dalil qildim, shu faktlar asosida vatandosh, siz ham o'ylab ko'ring, siz ham ta'kidlaysiz. Siz ham tahlil qilasiz. Jungo meselesi kuzatuvchilar mundaq tahlil qildi. Mundaq hisobladi. Jungo Kompartiyasi bundan burun G'arbni yetishdi. Hozir so'zlab o'tdim. Chin Minchang xizmat tekshirib tadqiq qilganda 3-chi yig'inning ro'yi anda Sichuan Xi Jinpingning ideyasini muqimlashtirishni, targ'ib qilishni yoki bayroq qilib ko'tarishni ta'kidladi. Başta sözde poğaya kelib qoldim, kechiringlar vatandoshlar. Atalmış Jungo Kompartiyasining yangi davr Tibetni boshqarish siyosati. Jungo Kompartiyasining tarixiy tajribalariki, fuqarolarni aldash, o'zaro nazorat qilish, o'zaro pash qilish, o'zida elishi siyosatidir. Hozir bu yerda yangi atalg'i Yeni devirde Tibetli yeniçi boshqaruv siyosati zodi nima? Hozir buni ochiq oshkora o'tirib qo'ymay zodi nima? Jungo Kompartiyasi bu to'g'rida qanday siyosat tuzdi? Bo'libmi mush 2 oy ichida Dalay Lama qanday siyosat tuzdi? Bu siyosatlarning o'tirisi selishtirimi nima? Mana sen bu siyosatlar o'tirisi dialog nima? Chunki Tibetda shundoq o'zgarish Dalay Lama Tibetga tushdi degan o'zgarish bo'lganda birinchi bo'lib kun tartibga keladigan Xitoy ko'chmanlari masalasidir. Vatandosh, ikkinchi Xitoy ko'chmanlari masalasi. Buningdan burun Xitoyning Tibetda turishliq askariy qismlari qanday bartaraf qilinishi kerak?
Çünkü bir yerde aldığın şart Tibet'te turuşluq Xitayning askeri qismlari çekinmey turib, Tibet'te saylam ve seremoni tebriklash xizmat faaliyetlerini ötkizish bu mutlak mümkün emas vatandaş. Xitay armiyasi, Xitayning saqchi qo'shinlari Tibet'te turganda bu mümkün emas vatandaş. En mühim mesele muşu. Muşu mesele bir taraf kılmay turib, ya da seremoni tebriklash ve Tibet'ning Dalai Lama'ni Tibet taklif qilish bu mümkün emas. Avval bu mesele eğiz geliniş gerek. İyisiniz ba vatandaş. 3-cü yığında nime degen idi? Caylarning, raylarning, yerliklarning qo'lidagi saqchilar huquqini, qurolliq saqchilar huquqini, armiyaning shu yerda turishliq askeri qismlarining huquqini markaz elib ketdi degan edi. Qismladi bormi vatandaş? Shularni aslab oltirib, hozirgi kayfiyat Tibetga hozirgi boshlashga tatbiq qilsangiz bo'ladi vatandaş. Mana qarab turing. O'zaro elishi siyosidir. Siyosiy qonun asosiy qatlam organlariga bu siyosatni qo'llanib, chet elga qaratgan tashviqot xizmatini yaxshi ishlab, hikoyalarni yaxshi so'zlab, taktik jihatda qattiq bo'lish va yumshoq bo'lishni tang qo'llanib, jazolash bilan fosh qilishni birlashtirish. Bu Xitoy tili so'z turkumlarining alayidligiga qator tizib oladi. 7, 8, 16 xat, 17 xat deb sanab oladi. Shu sifat, u bu, fil, harakat, u degandek gaplarni tizib oladi. Shuni siyosat deydi. Mayli siyosat deb turaylarmi bu tizib olishlarni. Lekin asosan maqsad nimaning ustida? Taha maqsad oshkorlanmadi. Lekin shuning diqqat qiling vatandoshlar, tuyanni sizlar söylüşimiz 9-oyning 2-kuni. Jungo Kompartiyasi Tibet'te Tibet Xalqaro Tashviqot Markazi qurib chiqdi. Ko'rdingizmi? Boshqa xabarimiz nima? Tibet Xalqaro Tashviqot Markazi. Ana musha tahlil qilib o'taylik. Tibet Xalqaro Tashviqot Markazi. Bu zarur. Agar Dalai Lama Tibetga qaytadigan mush tartib bo'ladigan bo'lsa, sen cho'qim tashviqot elib borsan, buni Shinxuaga elib borolmaysan endi qara. Siyosiy kengash xalq vakillar qurultayı elib borolmaydi. Endi qarab baq, mana qarab baq. Birla Tibet gazeti elib borolmaydi buni. Maxsus organ qurilishi kerak. Chunki bu yerga xalqaro diqqat qiladi. Xalqaro aralashadi. Xalqaro muxbirlar, xalqaro axborot organlari cho'qim kirdi. Tibetga kirdi. Tibetga kirmasa Dalai Lama'ning qaytib berishi va uning qaytib kelish to'g'risida murosimlar ahamiyatsiz bo'lib qoladi vatandosh. Şuningizmi, nima ish qilib xalqaro degan ism qo'ldi mesela Tibet Xalqaro Tashviqot Markazi. Diqqat qildingizmi? Mushu ismning ichida hozir qaysi tartib, qaysi murosim Dalai Lama rasmiyatga qaytib kelish, uning yuqorqi tartiblari men boshda aytdim, askariy qismlar, qurolli soqchi qismlar Tibetda turayotgan. Anadaki 3-cü mesele ağır mesele Xitay köçmelleri meselesi Tibet turayotgan. Bunun için Tibet kanun tayyorlab bo'ldi mu? Çünkü Kompartiyasının talebini me köçmeller to'g'risida. Tibetlarning talebini me köçmen Xitaylar to'g'risida. Ağır gaplar vatandaş. Lekin bu shu tartib bo'yicha ishlanadigan gaplar vatandaşım. Mana 9-oyning 2-kuni Tibet'te Jungo Kompartiyasi Tibet Xalqaro Tashviqot Markazi qurib chiqdi. Tibet Abnum rayoni sekretari Wang Junjin aniq qilib bunda ko'rsatdi. Tibetni chet elga tashviq qilishni, xizmatini qanot yaydirish, Tibetning hikoyasini yaxshi so'zlash, o'xshashli bir vaqt Jungo Kompartiyasi Şinjanni, mustamlik Uyg'uristonni, mustamlik Tibetni tashviq qilishning yangi vositasi qo'llanib, chet el torbatchilar, YouTuberlarning ijobiy bayonlarini uyushtirib tashkillab, chet ellik YouTuberlarni Şinjanga taklif qildi. Mustamlik Uyg'uristonga taklif qildi. YouTuberlarni taklif qildi. Biz arliq dedik, Qotaybandan bodi. Elaqadan qapa qo'saq vaqtda kavop yeydigan, lag'ma yeydiganlar bodi. Mesela şuları YouTube'ga yollagandıki ulan YouTuber desiniz şular oldu. Endi maqatim qarısınız YouTuberlarni maxsus halda eğizga aptı YouTuberlarni Şinjan'a mustamlik Uyg'uristonga taklif qildi. Xalqaro almashtirish markazi qurib, Tibet to'g'risida ijobiy bayonlarni yasab chiqdi. Bu orqali G'arb dunyosining Şinjan va Tibetning
müstemliki Şinjan, Uyg'uriston ve müstemliki Tibet'nin kişilik hukukları doğrusu hücumlarına zarb berdi. Görüyorsunuz mu? Ahırda alıp etengende chet el matbuatları 9. ayının 13. günü haber kılıp bundak görsetdi. Beijing nurgulluğun chet el muhbirlerini, YouTuberlarını Şinjan'ın müstemlik Uyg'uriston'ı ziyaret qilishga taklif qildi. Yarışar vaqt gazeti haber kılıp bundak görsetdi. Bu muhbirlar zavutlarını, dini murasim urullarını, ahalilarını ziyaret qilgandan keyin Şinjan'ı düşendi, yani müstemlik Uyg'uriston'ı düşendi. Bir de tekşürüş bilenler düşendi, chet el muhbirlere karanlımalı düşendi. Dini itikat erkinliği ve dini yoğuruluşlu közden geçirdi. Hazır bir yerde dini meseleler de teşvik kılıvadı Uyg'uriston meselesini. YouTuber'la chet elde işletiş sahnesi intayin keng ictimai matbuat sahipsidir. Anlaşılan qaraganda Cumhuriyet Kompartiyası bu matbuat sahnesini bek yaxşı görermiş. Demek Cumhuriyet Kompartiyası YouTube'da bek yaxşı görermiş. Buradan kilovatkan şamal Tibet'teki murasim seremoni Egeşim bilek Şinjan Uygur Abdunum Rayını yani Uyguristan'da ötküzüldüğün seremoni bulanı teşvikat tergip kılış. Memleket işçilenmez. En asası garp dünyası chet el yaki taşkırı dünyaya teşvik kılış için endi kerek boğunu YouTuber'la buldu. Çünkü bir yerde Xinhua şeni chet el okuydu ya okumaydı. Şinjan gazetini chet elde kördü ya kömeydi. Bu ülkelerde mesela Uyguristan'da, Şinjan Uygur Abdunum Rayı'nda, Tibet'te, Tibet Abdunum Rayı'nda muşundak bir siyaset özgürüşü elip berilediğin bolsa çokum YouTube ve yani başka kampanyayla bu ülkelere Şinjan Uygur Abdunum Rayı'na müstemlik Uyguristan'a, şundakla Tibet Abdunum Rayı'na, müstemlik Tibet'e kiriş gerek vatandaş. Çünkü Kompartiyası şunlaşka YouTuber'larını yaxşı görüp kaldı mı? Oyundan kızığı çıktı değil mi vatandaş? Oyundan kızığı çıktı. Dedik başta, birinci ketim Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Joe Biden Tibet meselesini el kılışını ilgili sürüş kanununa 7. ayının 13. günü imza koydu. Mani bugün yani eğitimiz başlanır. Belki Cumhur'un içki kısmı da başlanır. En devamını devamlı körümüz vatandaşları.